Birinchidan, hammalarni Ramazon oyi bilan tabriklayman. Meni ko'rayotgan hammalarga shu 30 kun hech qanaqa qiyinchiliksiz bo'lishini tilayman. Va yana sanam nimadir devor, birodar. Ha, albatta, men ham sizlarni tabriklayman. Yana bu oyda Mitsushi ko'proq video chiqaradi. Shuning uchun ham qo'llab-quvvatlab turinglar. Konnichiwa, hammaga sizlarni qarshiyladi yana o'sha Mitsushi. Bugungi galgi animeyimiz hech kim kutmagan Dandadan nomli anime bo'ladi. Aslida buni o'rniga boshqa anime chiqarishim ham mumkin edi, lekin to'g'risini aytsam, boshqa animelardan ko'ra shu anime menga rosa qiziq bo'ldi. Meni gapim faqatgina 2024-yilga qaratilgan. Yana bitta narsa, men oldin Telegramda buni aytgan edim. Shuning uchun Telegramga obuna bo'lib qo'yish kerak. Telegram silkani kommentariyadan topsanglar bo'ladi. Xo'p, mayli. Juda ham cho'zilib ketdi o'zi ham. Anime boshida Ayase ismli qizni yigiti tashab ketayotgan edi. Yana u aytdiki, agar meni tashab ketishimni xohlamasang, menga pul berasan deb. Keyin Ayase unga "Pashulti" deb turib, u ketgandan keyin yig'lab o'tirdi. Uni dugonalari uni nega yoqtirgan edi deganda bo'lsa, u Ken Takakuraga o'xshashini aytdi. Ken Takakura kimligini bilmayman-u, lekin u ko'proq buqaga o'xshaydi. Ayase yo'lda sudralib yurayotgan paytda sinf ichida bitta bolani ustidan kulishayotganini ko'rdi. Keyin uni yoniga o'tirib, bezorligiga yomon qaradi. Xuddi uni ko'zlarida yana nimadir Husayn o'lasan degandek narsa bor edi. Va ularni so'kib chiqib ketdi. Ha, aytgancha, bu bolaning ismi Okarun edi. Okarun Ayasening orqasidan chiqib, "Bilaman, sen meni sevasan" deb aytdi. Ayase nimaligini so'raganda bo'lsa, u "Men bilan sen gaplashding, shu sababi" deb aytdi. Va o'zga sayyoralar Karuchi shunaqa narsalar haqida yengilliklarni ko'rsatdi. Ayasening ichi bo'yicha u o'zga sayyoraliklarga ishonmas ekan, lekin arvohlarga ishonar ekan. Bunaqa deytskilar hali ham bor ekanmi? Bu bilan bittasi ruhlarga, bittasi bo'lsa o'zga sayyoraliklarga ishonmadi. Ular bir-biriga isbotlash uchun Ayase Okarun aytgan joyga bordi, Okarun bo'lsa Ayase aytgan joyga. Okarun juda ham qo'rqib ketgan edi, lekin arvohlar yo'qligini isbotlashga harakat qilish kerak. U Ayasedan o'zi arvohlarni ko'rganmisan deb so'raganda, u bo'lsa ko'rmaganligini aytdi. Ayase rostdan ham arvohlarni ko'rmagan, lekin arvohlar borligini buvisi aytgani uchun ishongan. Uni buvisi ruhoniy edi va u maktabga borayotganda buvisi aytgan ishlarni qilib yurardi. Hamma ustidan kulgan bo'lganda ham. Eng yomoni bo'lsa, o'sha paytda u yoqtirgan bola ham uni masxara qilgan ekan. Keyin bunaqa ishlarni boshqa umuman qilmaydigan bo'lib ketgan. Okarun yerda qanaqadir qonli oyoq izlarini ko'rdi va orqasiga qaraganda bo'lsa, qanaqadir qari kampirni ko'rib qoldi va oyoqlarini qo'liga olib qochdi. U bor kuchi bilan qochishga harakat qildi, lekin yo'l uzunlashganidan bechora qocha olmadi. Ayase u bilan telefonda gaplashayotgan edi va telefoni ham qanaqadir g'alati bo'lib qoldi. U Okarun yoniga borib yordam bermoqchi edi, bu yoqda o'zga sayyoraliklar ham paydo bo'lib qoldi. Endi Ayaseni ham tutib olishdi. Ular Ayaseda qanaqadir tajriba qilishmoqchi bo'ldi. Lekin bu paytda telefonning ichidan boyagi kampir chiqib kelgan edi. Yo, umuman olganda bu Okarun ekan, uning ichiga boyagi kampir kiryapti. Va Okarunning tanasida kampir o'zga sayyoraliklar bilan jang qildi. Ayase oldingi buvisini aytgan gaplarini hammasini esladi va unda ham qattandir ruh kuchi paydo bo'ldi. Keyin o'zga sayyoralikni bitta qattiq tepgan edi, daji kemaga ham qattiq zarar yetdi. Ular bir amallab o'tdan chiqib olishdi. Bu voqeadan keyin Ayase o'zga sayyoraliklarga, Okarun bo'lsa arvohlarga ishondi. Chunki Okarunni boyagi kampir la'natlabdi. Endi u bu la'natdan qutulish yo'lini topish kerak va buni bitta yo'li yana o'sha g'orga borish kerak. Ayase Okarundan "Sani to'liq isming nima edi?" deb so'raganda, u Ken Takakura deb javob berdi. Ammo bir yomon narsa, Ayase o'zini yaqinda bilgan kuchi bilan Okarunni boshqarib turishi kerak edi. Bo'lmasa yana shunaqa kampirga aylanib qolaverardi.
Keyin yana bitta ma'lumot, bu kampir aslida turba bu deyishar ekan. Ayasini ichi bo'yicha arvohlar kechqurun chiqishar ekan, ertalab unchalik ko'p bo'lolmas ekan. Bu jangdan keyingi Okaronni ko'rinishga keladigan bo'lsa, rahmingiz kelib, 1-2 ming so'm beraveradigan darajada. Ayasini ichi bo'yicha Okaron buguncha uni uyda qolib tursa bo'lar ekan. Bilmadim, bu bolani qachondir eshik qisib olganmi? Aslida Okaronni yonib ketganini sababi bu kirishga to'siq o'rnatilgan ekan, ya'ni arvohlarga to'siq. Ayase o'sha qog'ozli to'siqqa olib tashladi va Okarudan bemalol kira oldi. Okaronni sochiga bo'lsa alohida gap yo'q, g'irtdan g'irt qo'chqor bo'lib qoldi. Va bu yoqda eng yomoni Okaronni la'natlangani uchun tuxumlari yo'qolib qopti. Tashqarida qanaqadir qo'ng'iroq chalindi, xuddi kimdir kelgandek. Umuman bu uyda ikkita qo'ng'iroq bor ekan, birinchisi odamlar uchun, ikkinchisi yovuz ruhlar uchun. Ayase Okaron kirishi uchun boyagi narsani olib tashlagan edi, lekin qaytarib joyiga qo'yib qo'ymabdi. Ular oldi eshikni ochish xavfliligini bilib turib, orqa eshikdan qarab ko'rmoqchi bo'lishdi. Birdan bu uy hamma yog'i qanaqadir toshlar bilan yopilib qoldi. Yana yon atrofda bitta katta maxluq paydo bo'lib qoldi. Keyin ular eng to'g'ri qarori qabul qilishdi. Bu maxluqdan qutulish yo'li faqatgina jang qilish edi. Shuning uchun Okaron Ayasega tanamdagi la'natni bo'shatib, ongimni nazorat qila olasanmi deb aytdi. Keyin Ayase uni aytganidek qilishga harakat qildi. Va nihoyat o'sha biza kutgan Okaron keldi. Qoyil maqom, men anchagina kuchli bo'ldim. Lekin sen hali ham obuna bo'lmading. Bo'lmagan bo'lsang tezroq bo'l, vaqt ketyapti axir. Ha, Okaronni gapiga qo'shilaman. Uni nafaqat ko'rinishi, balki gapirishi ham qanaqadir boshqacha edi. Bu maxluq tinmasdan Ayaseni o'sha devorga qarab urdi va natijada u ziyoratgohi tashqarisiga chiqa oldi va o'sha maxluqqa butunlay yondirib tashladi. Ayase shuncha zarba yeganidan keyin boshi aylanib hushidan ketib qoldi. Keyin Okaron ham turbabuni kuchini umuman nazorat qila olmadi va yana o'shanaqa maxluqqa aylanib qoldi. Va aynan shu vaqtida Ayaseni buvisi kelib qoldi. Ya'ni Santa. Lekin Santani ko'rinishi nimagadir bu ularga o'xshamayapti. Santa bu qorboboligini o'zim bilaman, lekin bu shu ayoli ham ismi. Turba bu qancha harakat qilsa ham Santaga hech narsa qila olmadi. Hozirda Turba bu o'lsa, Okaron ham o'larkan, lekin Santa menga farqi yo'q, kelovingni ham qo'shib o'ldiraman deb aytdi. Ayase o'ziga kelib, sirazi Okaronni qidirishga harakat qildi. U buvisi kelganini ko'rgan edi va Okaron qatta deb so'raganda, u ozginagina gap olib qochdi va asosiy ziyoratgohda deb aytdi. Ayase tezroq yugurishga harakat qilib, Okaron o'zi tirikmi yo o'liymi shuni bilmoqchi edi. Okaron maza qilib ovqatlanib o'tirgan ekan.
Keyin Santa kelib, nimaga bu bola bilansan deb so'radi. Ayase bo'lgan hamma narsani va Okaruni la'natlanishida uni ham aybi borligini aytdi. Santa Ayasega Turbo buvi haqida hamma narsani aytib berdi. U juda ham kuchli va eng xavfli ruhlardan bittasi ekan. Lekin agar uni yengmoqchi bo'lsa, o'zini hududdan uzoqlashtirish kerak. Agar u o'zini hududdan uzoqlashsa, u anchagina zaiflashadi. Ammo yana bitta muammo, Okarun o'zini kuchini uzoqroq ushlab qolishga harakat qilish kerak. Uni jang paytida anchagina kuchli bo'lishi uchun hayotda mashq qilish kerak ekan. O'tirib turish, anjimaniya degandek. Ertasi kuni bechara Okarunni qorni og'riyotgan edi, lekin Santa shotdan ketmaysan deb aytdi. U yoqdan bu yoqqa yugurishdan boshqa hech narsa qila olmadi. Okarun umuman chidolmaganidan tezroq hojatxonaga borishga harakat qildi. Qolganlar bo'lsa uni to'xtatishga. Qanday sharmandalik. Birdan Okarun jim bo'lib qoldi va Ayase unga qaraganda boyigi kampir yana paydo bo'ldi. Keyin u Ayasega bugun kechasi tunnelga kel, agar kelmasang seni hamma yaqinlaringni la'natlayman deb aytdi. Mana oxiri dandadan animeyimiz ham birinchi